Agarda siz maktabni bitkazib, institutda o'qib, shunda ham haligacha o'zingizni talantlaringizni namoyish qilayotmagan bo'lsangiz, demak siz hozircha kerak emas narsalar bilan miyangizni to'ldirgansiz. Bundan chiqish uchun atrofingizdagi munosabatingizni, odatlaringizni o'zgartirishingiz kerak. Birinchidan, o'zingizni namoyish etadigan kurslarga, darslarga qatnashing va yangi insonlar bilan tanishing. Ijodkor insonlar bilan tanishish albatta sizga juda ham ko'plab g'oyalarni beradi. Siz uchun juda ham foydali bo'lmasa-da, miyangiz bunga odatlanadi va o'zingizni asl talantingizga mos g'oyalarni topishni boshlaysiz. Agarda siz maktabni bitkazib, institutda o'qib, shunda ham haligacha o'zingizni talantlaringizni namoyish qilayotmagan bo'lsangiz, demak siz hozircha kerak emas narsalar bilan miyangizni to'ldirgansiz. Bundan chiqish uchun atrofingizdagi munosabatingizni, odatlaringizni o'zgartirishingiz kerak. Birinchidan, o'zingizni namoyish etadigan kurslarga, darslarga qatnashing va yangi insonlar bilan tanishing. Ijodkor insonlar bilan tanishish albatta sizga juda ham ko'plab g'oyalarni beradi. Siz uchun juda ham foydali bo'lmasa-da, miyangiz bunga odatlanadi va o'zingizni asl talantingizga mos g'oyalarni topishni boshlaysiz.